Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben patlıcık balvan. Biz yolda çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来这是给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。大家在睡觉，大气粉碎，是假世纪。Ağzımda kandak düşürüşünü bilmeymen. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizga uxlash yerine gelmedi. Müşk yapılan kız ve onun soğuğu. İmanın bugün körgezmede neyim sözleydiğini bilişki bek aldırıp ketiyatım ben. Şundaq, o daim nurgun kızgarlıq nərslərini sözleydi. Bu qıtımı şundaq, aldın qıyılğanman bana bəgən heykəl ihsanladı mı? Müşk yapılaq soğuğu. Bırak amman bunu soğuq qılımən demigən qo. Minonca özünə tan bəhirlinişini ögənsən deməkçi. Şuna müşk yapılaqның soğusunu bəgən gep, doğru mu? Bırak menin bunu başqalarına bir etkim yok. O mən otursun ait yaxşı boludu. Ondaq degen kensen. Şunu bu müşk yapılıq birligən soğuğu gen. Mən heykəlini başqalarının nərsi bilən birlə qoyub qoyayım mən. Nərslərimizin yoxab ketkinigə işərgim gəlmədi. Yoxab ketdim ha? Tönüygen biz körgəzmede düşendirdiğin nərslərini bu yerге qoyub qoyğan. Lekin hazır yoxdurdu. Yoxdurdu? Acaba oğurlap ketken mi? Uxlaş kemlik əzmətlə atılmaylı. Soğuk kırıp keçige qızımızın yani. Shaharda har kuni kechada azmatlarni tark topgan bir atraf taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Emma bo'lsa men müşk yapılan kız. Geri bo'lsa men patlıcık balvan. Konno bo'lsa Ben müşk yigit. Biz uxlaş kemlik əzmətlə. Eski adam keçi hiç fakat köpçülükten nersini almaydı. Şunda körgəzimi qıqdək nərsi bolmasa, onu körgəzimi digil bolmaydı. Fakat sözləb beriş deyimiz. Biz berib nərslərini qaytırıb kiləyli, bir kütahir bilan qalıştıraylı. Uzun kulak. Ben avazını anladım. Avu tarafı baraylı. Pərvanı lakin qarğanda ay qızı oxşaydı. Biz olağı əlkişimiz deyirik. O qandaq nərsidir. O qandaq nərsidir. Yolğun oyşar oxşaydı. Pakaraq binanın üstüge konğun. Yıqınıraq berip qarap bakaylı. O bu yerdiken. Aha, oyun çıxmışıq. Bunun nimisi yaxşı. Müşkünün nər bolmaydı Bu ken? qarıq kəmədğən pərvanələ. Sizlər tapqan nərsinin birisi mi mənə yeni Aynur'u uvamı mas kəməydi ken? Aynur uvusu? Mən sizlərə mənə ən gözəl nərslər kerek digən qoy. Qarğanda özüm qoltuqmısan bu mığıdək. Aynur'u serilğucu. Uxlaş giyimlik əzmətlə tez onu qayıqşaylı. Heliqi oyunçuq müşkdimi, yaxşıraq oyunçuqni izdigili getdi. Hey, ben müşkü bek amraq. O ən çiraylıq nərsini nədin izləyirğandı? Edgar kes. Mavi işini görüm. O mena uyum kimi yanıptı. Ya, mena müşk yapılaq soğuğam. Ayşar'ın bu modeli nahaydı mükemmelken. Sizler neymiş ki bunu bana yepkemedinler. Bu model boğan iken. Sizler heylik ahlatın hemmini cayıqa apırıp ettinler. Anladın mı? Eğer o müşk yapılaq soğusunu ilvasa, qalan nərsinin həmizini Pek yaxşı boldu. Sen aslında da o nərslərini başqalarına soğuk qılışın gerek idi. Şu emas mı? O ay qızıl soğuqsan, köngülün açılıb qaladı. Onda texim yaxşı bolmamdı. Bu dal mening eng ehtiyojli narsam. Ay Nuri uvam. Bekli qaltis boldi. Bek chiroyli ekan. Bu degan mening. Nima? Rostala müşk yapılaq soğuk qilgan soğuk o'xshaydi. Undaq bo'lgankan o'g'irlab kelgan narsalarning hammani yeb qilishni qaror qildim.
Men endi texmi köp narsalarni o'g'irlayman. Qarab turib bek yaxshi Biroq bo'ldi. biz oy qizini to'sishimiz kerak. Shunda qilamiz. Chataq yo'q. Ay qizi mayli nayli bo'lsin, uxlash kiyimlik azimatlar uning qaytishidir. O aviyadigan. O odun musiqani ketyapti. Uxlash kiyimlik azimatlar, otlanayli. Hech qaysi mushuk yapla qizning Ayshar haykaliga yetmaydi ekan. Davomli izdala parvonalar. Sen unaga kerakli narsani bersang bo'lmamdi. Yo'q, o mushuk yapla so'g'di meni. Bo'pti, amsi biz buni sinab boqaylik. Darajadan tashqari ushqirmishik. Tezroq bo'linglar parvonalar. Biz texi, ha? Nima? Hey! Nima ish bo'ldi? Hamma ishni aytibdi oy qiz. Sen qo'rshovda qolding. Balkim shundaqdi. Aynuri serg'uchi. Oh, yo'q. Yo'q, tutib oldi. Oy qiz bilan uning parvonalari qochib ketdi. Biroq bu narsalarni tashlab qo'ydi. Mushuk yapalaq sovuqda yo'q turdi. O o'g'irlab ketibdi. Biz seni oy qizga sovuq qildi deb o'ylasak bo'lmamdi. Qaraganda bo'lmagudek. Qaraganda oy qiz bu narsalarni ham kerak qilmaydigan o'xshaydi. Bilmadim, ko'pchilik nemishqa bo'lmishni olmaydigan. Bu narsalarni darsxonaga olib yutaylik. Undaq ko'pchilik baxush bo'lib ketadi. Men buning sirtida mushuk yapalaq so'g'isi bu yerda emas. Men berib uni qaytarib kelaman. Ma'lum narsa Aynur o'zini qo'g'dayotganda qandaq? Mening modelimni qaytarib kelishimga yordam qilinglar. Sen rostila uni sovuq qilmamsan? Ay qizi mening modelimni o'g'irlab ketdi. Uning modeliga ega bo'lishga salohiyati toshmaydi. Ma'qul. Sen sirtda turib uni chaqirgin. Mening uslubim bilan kirgilib bo'lamdi yo'q, qarab boqay. Hey, ay qizi. Sizlar mening chiroyli Ayshara haykalimni parakanda qildinglar. O mushuk yapalaqning haykali, sen uni o'g'irlab olding. Yo'q, jazm qilmanki, buni sen menga sovuq qilgan. Mumkin emas, u mening. Biroq u menga bakrak loyiq shundaqqa, shu menga mansub. U degan sening da tezligini deymamsan. Bo'ldi, darajadan tashqari kuchli qo'l. Abla, bu Patlıç meydanda soğuktan to'lashdan ta'mini tetib baqsin. Hech kim mening Aynuri uvamga kiramaydi. Ya'ni hech kim Ayshaning haykalini mendan tortib olmaydi, chunki u degan mening. Seni onunla ega bo'lgan ko'p vaqtdan qolmadi. Ay qizi, sen yanding. Haykal sening bo'ldi. Biz ketdik. Oxiri kallandan o'tadiganligini men obdan biletdim. Patlıç palvan qanday qiladi? Biz onu qutqizib chiqamiz. Ya'ni mening haykalimni qaytarib kelalaymiz. Sen faqat birana bexatar chiqishingizni menib, andan u yerdan chiqib, ishni ochsangni bo'ladi, ma'qulmi? Amsi biz sinab boqaylik. Chiroyli Ayshar haykalimga qaranglarchi. Hamma ish oxirlashdi, oy qiz. Müşkiyi. Endi men buni, yana bu müşkini Aynur uvamga so'rab qo'yman. Ular lapis haykalga aylanadi. Endi sen yolg'iz jang qiladigan bo'lding. Senimi mening Aynur uvamdagi zinnat buyumimga aylangan bormi? Uxlash kiyimlik azimatlarni o'tirg'i chiqargan vaqti bo'ldi. Shundaqmi? Ma'qul. Men mushuk yapalaqni senga berishni rostli qaror qildim. Ayshar haykalim sening bo'ldi. Patmuch polvon bilan mushuk yigitni qo'yib. Senga berdim deganing rost gapmi? O menga meningmi? Ha, menga sening. Endi do'stlarimni qo'yib aytgan bo'lamdi. Bo'lmaydi. Biroq nima? Sen mening eski odamligimni unutib qoldingmi? Endi men nafs uxlash kiyimlik azmat haykalini tamomlayman. Mushuk yapalaq qiz. Burkutning qanoti ishi. Yaxshi bo'ldi. Erkilik yo'q. Burkut ayr bilan o'ltiraylik. Mening haykalim. Demakchi bo'lganim,
Onu o'g'irlab ketganimdan to'liq xijilman. Xijilman dedingmi? Ha, chunki men uni bakli yaxshi ko'raman. Mishk yapılaq qız çapsan bu degini to'g'ri. U buni o'g'irligini e'tirof qildi, biz ketaylik. Meni saqlab turinglar. Uxlash kiyimlik azimatlarning rostini o'tirg'i chiqadigan vaqti bo'ldi. Ala, men buni senga beraman. Uning ustiga bu qitirib ketma. Menga berdingmi? Ha. Buni menga boshqalar sovg'a qilgan, endi senga sovg'a qilay. Bilamsan, bu nihoyat yaxshi tuyg'u. Lekin sen kunlarning birida uni boshqalarga sovg'a qilishga ma'qul bo'lamdi. Ha, bo'ladi. Mangayli parvonalar. Sendek yo'qishgansa mishk yo'qliq qiz. Lekin uning shunday qilish qilmasligiga jazm qilolmayman. U erishgan sovg'atga xushal bo'lsa, sovg'a qilganiga men xush bo'laman. Uxlash kiyimlik azimatlar birga tantan qilaylik. Har bir kunda kechida qutquzib Rahmat sana Emma. Gerçi bu ko'rsatish va tushuntirishga o'xshamasmi? Lekin ko'rsatish va sovg'a qilishga texmi o'xshaydi? Rahmat Emma. Sovg'at berish kishini xushal qiladi. Sovg'at ba'zi uning ko'ngli intan xush bo'ladi. O'zini to'xtatmay qolganing qarg'ina. Shundaqmi Emma? Shundaq. Kimning o'yin chiqmashiga erishkisi bor? Yana pishtak, yana nim bor. Umaq big'mot, pil, so'zlish aparati. Mishk yapılaq dair jurnal, umaq toshqanchaqning rasmi bisilgan kiyim, pul pishirish mashinasi, stakan, choy taxtasi, yo'nliq o'yin chiqmishi, bir jup balit usulni ayiq.